Boy aka, aynan shu videoni o'tkazib yorishga shoshilmang. Boshlariga bir musibat yetib qopti. Akamiz uylarni sotuvga qo'ygan ekanlar, sababi farzandlari mazasi yo'q ekan. Sotmasalar bo'lmas ekan. Mexanizatordan kirib kelishdi, komandadan kirib kelishdi. Uchala tomondan ham asfalt yo'l, suv, gaz, svetga hech qanaqa muammolari yo'q. Alloh yo'liga bitta like bosib maksimal do'stingizga tarqatib qo'yinglar. O'zingizlar olish imkoniyatinglar bo'lmasa, kimdir olishi mumkin. Shu xonadonimiz darvozaxonalari bor, zallarni ham remontlarini yaxshi qildirib qo'yganlar. Xonalarimiz soni 5 ta xonadan iborat. Bu joyda yana alohida ichma-ich xona bor. Narigi tomonda ham yana ikkita ichma-ich xona bor. Hovlilari ham yaxshi, old sutixdan iborat. Hovliga kirganda o'ng qo'lda oshxona, sanuzel, hovlining to'rida 3 ta xona uchun alohida fundament ham qurib qo'ygan ekanlar. Kompaktni yaxshi variant. Suv, gaz, svetda hech qanaqa muammolari yo'q. Shahar markazida, Mag'zon mahallada joylashgan ushbu joyimizni narxini $52.900 ga baholab qo'ydik. Alloh uchun bitta like bosib maksimal jo'natib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Boy aka, 2-3 ta hovliz bor. Maksimalni yana puliz ham bor. Xohlasangiz mana shu uyni o'zingiz yana sotib olib qo'ying. Sizga zarar qilmaydi-ku, lekin bir insonning hojatini chiqarish juda ham katta savob bo'ladi.